Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. To'silgan yerlarda qibla tarafga qarab tahorat sundurishninki hukmi nima? Yoki to'silgan yerlarda qibla tarafga qarab tahorat qilish to'g'rimi? Tahorat sundurgan o'rin mayli to'silgan yer bo'lsin yoki bayovan cho'l bo'lsin, har qanday holatda amal qilib qibla tarafga oldini yoki keynini qilmaslik bu sunnatga uyg'un. Qibla tarafga oldini yoki keynini qilib tahorat qilishning o'zi bu makruh tahrimiy. Lekin tahorat sundurmaydigan faqat istinjolam qildigan bo'lsa, bu vaqtda qibla tarafga qaragan bo'lsa-mu, bu makruh emas, xato emas. Ammo tanlash imkoniyatimiz yo'q yerlarda. Masalan, ijara olgan uylarda yoki biz ma'lum bir uyni sotib oldik, uyning qurilmasi shu qibla tarafga qartilib selingan bo'lsa, masalan, hojatxona, buni o'zgartirish imkoniyatimiz bo'lmasa, bunda holatcha bo'ladi. Lekin bir odam yangidan bir uy salmoqchi ekan, chuqum qibla tarafga amal qilib hojatxonni yoki oldi yoki keyni bo'lib qoldigan shaklda sanmasligi mana bu afzal va buyurilgan qilishga tegishli ish.